hayotdagi oliy maqsadingiz nima? Xo'p, oliy maqsadim. Oliy maqsad har doim ham o'lchanavermaydi. Ko'pchilik maqsad deganlar smart strategiyasi bo'yicha o'lchanish kerak, vaqt bo'lish kerak deb aytadi. Men oliy maqsadimni ikkita hikoya bilan anglaganman, o'sha bilan tushuntirib bermoqchiman. Birinchisi, bundan 1300 yil avval Basra degan shaharda Robiya bint Atiya degan bir avliyo ona o'tgan. O'sha kishi kechalari 1000 rakatdan nafl namoz o'qir ekanlar-da. Bo'lib qolganlardan bittasi so'ragan ekan, siz o'zingizni qiynab nimaga har kechasi 1000 rakat namoz o'qiysiz desa, aytgan ekanlarki, men bu 1000 rakatni jannatni umidida o'qimayman. Men bu 1000 rakatni savobidan umidvor emasman. Unda nimaga o'qiyapsiz desa, bu 1000 rakatni men Payg'ambarimiz alayhissalom faxrlanish uchun o'qiyman. Bu kishi boshqa payg'ambarlarning oldida turib faxrlanishlari uchun og'izlaridan chiqadigan bitta muborak gapdan umid qilib o'qiyman. Qaranglar, meni ummatimdan bir ayol kechalari 1000 rakatdan nafl namoz o'qiyapti degan bitta gap uchun o'qiyman. Shuni o'qiganimdan keyin butun umrim sarhisob qilib chiqdimda, o'sha zot faxrlanishiga arziydigan nima ish qildim deb. Pichoq qilinadigan bitta ham narsa chiqmadi men uchun. Va bundan buyog'i shunday yashamoqchimanki, inshaalloh u dunyoda ko'rishadigan bo'lsak, qani quchoqlab, ko'zimga qarab, men sen bilan faxrlanaman. Men bilardim shu ishlarni qilishing deb aytsa. O'sha mening eng oliy maqsadim. Bishr Xofiy degan bir vali zot o'tgan. Xofiy degan yalangoyoq degan. U kishi yoshligida ko'p ichadigan odam bo'lgan ekanda, onalari kechalari bilan yig'lab duo qilarkan, Alloh shu odamga, shu bolamga tavfiq bergin deb. Bir kuni mast holatda yo'lda chayqalib kelayotsa, yomg'ir yog'ayotgan bo'ladi, yerda loyga balchiqqa botib bir mato turgan bo'ladi. Shunda olib qarasa, kalima-i shahodat yozilgan bir mato ekan. Xudoning ismi yerda bunaqa behurmat turmasi kerak deb kelib yuvib, quritib devorga osib qo'yibdi-kanda. O'sha kuni kechqurun o'sha qishloqda yashaydigan bir vali zotni tushiga kirgan ekan. Tushida shunday ovoz kelibdiki, Bishrga borib aytgan. U bizni ismimizni aziz qildi, biz uni azizlardan qilib qo'ydik. U bizni ismimizni pokladi, biz uni qalbini poklab qo'ydik. Biz uni azizlarni ro'yxatiga kirgizib qo'ydik deb. Uyg'onsa, qarasa o'sha aroq ichib yuradigan Bishr, "Ya" debdi. Shaytoniy tush bo'ldi shekilli deb borib aytmabdi. Ikkinchi kun ham shu tushni ko'radi. Uchinchi kun ham shu tushni ko'rgandan keyin, "Ha, bu haqiqatda bir ilhom bo'lyapti" deb borsa, yana o'sha qovoqxonada turgan ekanlarda. Eshik taqillatib, "Bishrni chaqiring, xabar olib keldim" debdi. Bishrni oldiga bir xizmatchi kelib, "Sizga xabar olib kelishibdi" desa, chiqmasdan "Kimdan xabar olib kelibdi" deb qaytarib jo'nataveradi xizmatkor. "Kimdan xabar olib keldingiz" desa, "Olamlar Robbisidan xabar olib keldim" degan. Keyin kelib turib, o'sha olamlar Robbisidan xabar olib kelibdi desa, Bishr Xofiy titrab ketgan ekan. Ko'zlaridan shashqator yoshlar oqib ketgan ekan. "Endi tamom bo'ldim" debdi. "Hozir meni itob qilishadi" deb oyog'iga ham kiymasdan yalangoyoq holatda eshikka qarab chopibdi. Eshikka kelsa, haligi kishi aytdiki, "Ey Bishr, senga xushxabar bo'lsin. Sen Robbingning ismini poklagan ekansan, u seni qalbingni poklab qo'ydi. Sen uni ismini aziz qilgan ekansan, u seni azizlardan qildi" deb xushxabarni aytsa, shuni orqaga qaragan ekanda, "Endi sizlar bilan ayriladigan vaqtim keldi" deb shu chiqqandan qaytib kelmagan ekan. O'sha yalangoyoq chiqqanlardan umrlar davomida hech qachon oyoq kiyim kiymagan ekanlar. Bu kishini yalangoyoqliklarini hurmati otlar ko'chaga deydi tezak qilmagan dedi. Men o'sha odamni Farid Nattorning Tazkiratul Avliyo degan kitobida hayotlarini o'rganib, umrini oxirida vafot etgandan keyin bir vali zot tushida ko'rdi va tushida so'radi, "Ey Bishr, Robbing senga qanday muomala qildi?"
deganida javobiga juda ko'p ta'sirlanganman. Bishr Hofiy rahmatullohi alayhi o'sha kishini tushida aytdilarki, dedi, Robbim meni rahmatiga oldi va dediki, ey Bishr, yer yuzida payting sendan ham yaxshi ko'radigan bandam yo'q edi degan ekan. O'sha gapni eshitishga muvaffaq qiladigan ish biz oliy maqsadimiz bo'ldi. Osmondagi bolalar